Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun suhbatimizda sizlar bilan bugungi davrning eng muhim texnologiyalaridan biri sun'iy intellekt, ya'ni AI haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda sun'iy intellekt yirik xalqaro kompaniyalarda qo'llanilayotganini eshitib yuramiz. Lekin bu texnologiya endi faqat ular uchun emas. Kichik kafe, xizmat ko'rsatish markazi, tikuv sexi, hatto bitta odam yuritadigan onlayn do'kon uchun ham foydali bo'lib qoldi. Nega deganda, biznes olamida vaqt eng qimmat narsa. Mijozni kuttirish, jarayonni qo'lda yuritish yoki ortiqcha xatolarga yo'l qo'yish bu raqobatda orqada qolish degani. Sun'iy intellekt esa sizga shu vaqtni tejab beradi va ishni tezlashtiradi. Endi savol tug'iladi. Sun'iy intellekt o'zi nima va biznesga nima beradi? Oddiy qilib tushuntirsam, sun'iy intellekt bu inson kabi o'rganadigan, o'z tajribasidan xulosa chiqaradigan va qaror qabul qila oladigan tizim. Lekin farqi shundaki, u bir zumda minglab misollarni ko'rib chiqishi va natijalarni aniqroq bera olishi mumkin. Biznes uchun uning 3 asosiy foydasi bor. Mijozlarga tez va sifatli xizmat. Masalan, mijozingiz 5 daqiqa kutib qolmasdan darhol javob oladi. Bu sodiqlikni oshiradi. Ikkinchidan, jarayonlarni avtomatlashtirish. Xodim bir kunda qiladigan ishni dastur bir necha daqiqada bajaradi. Bu esa vaqtni va resurslarni tejaydi. Uchinchidan, bu prognoz qilish va tahlillash. AI katta hajmdagi ma'lumotlarni o'rganib, kelajak trendlarini oldindan ko'rsatadi. Masalan, qaysi mahsulot ertaga ko'proq sotilishi mumkinligini aniqlab beradi. Demak, sun'iy intellekt bu tezlik, aniqlik va iqtisodiy samaradorlikdir. Ko'pchilik AI juda qiyin, faqat dasturchilar ishlay oladi deb o'ylaydi. Lekin bu noto'g'ri. Bugun oddiy inson ham foydalana oladigan ko'plab vositalar mavjud. Masalan, chatbotlardan ManyChat, Tidio yoki MobileMonkey. Ular Instagram yoki Telegram sahifangizda avtomatik javob yaratishi mumkin. Matn yozuvchi yordamchilardan esa ChatGPT, Gemini yoki Copilotlar bor. Ular siz uchun maqola, reklama matni, hatto taqdimot slaydlarini ham yozib berishi mumkin. Ovozli yordamchilardan esa Siri, Alexa yoki Google Assistant. Siz bugun soat 3da uchrashuvim bor desangiz, ular avtomatik eslatmani kalendaringizga yozib qo'yadi. Integratsiyalarni ham unutmasligimiz kerak. Sun'iy intellektni Gmail, Google Sheets yoki ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'lash mumkin. Masalan, Instagram Direct'dan kelgan savol Google Sheets'ga qayd qilinadi va unga tayyor javob yuboriladi. Bularning barchasini o'rganish qiyin emas. Bir marta sozlab qo'ysangiz, u doimiy yordamchingizga aylanadi. Endi keling, sun'iy intellekt qayerda foydali bo'lishini ko'rib chiqamiz. Marketingda sun'iy intellekt reklama matnlarini avtomatik yozadi. Surat yoki video uchun g'oyalar beradi. Masalan, kichik biznes egasi bo'lib, siz reklama agentligi xizmatidan foydalana olmasligingiz mumkin. Ammo sun'iy intellekt yordamida bir necha daqiqada professional banner yoki post tayyorlaysiz. Shuningdek, u kimga qanday reklama ko'rsatish kerakligini ham aniqlab berishi mumkin. Savdoda onlayn do'konlarda xarid qilayotgan mijoz futbolka olsa, sun'iy intellekt unga mos poyabzal yoki sumka tavsiya qiladi. Yoki bozor talabiga qarab narxlarni avtomatik ravishda o'zgartiradi. Natijada sizning daromadingiz ortadi. Logistikaga qarasak esa, yetkazib berish bilan shug'ullanuvchilar uchun sun'iy intellekt eng qisqa marshrutni topib beradi. Bu yoqilg'i sarfini kamaytiradi va vaqtni tejaydi. Masalan, kuryerlik xizmatida 50 ta buyurtma bo'lsa, sun'iy intellekt ularni eng samarali tartibda yetkazishni rejalashtiradi. Ta'limda o'qituvchilar uchun sun'iy intellekt test savollarini yaratib beradi, dars rejalarini tayyorlaydi. Hatto talabaga individual mashqlar ham tuzib beradi. Bu ko'p vaqtni tejaydi. Kundalik ishlarda esa sun'iy intellekt hisobotlarni avtomatik tuzadi, jadvaldagi ma'lumotlardan moliyaviy tahlil chiqaradi, hatto email yozishda ham sizga yordam beradi. Keling endi yirik kompaniyalarga qaraylik. Amazon sun'iy intellekt asosidagi tavsiya tizimiga ega. Siz bir marta kitob olsangiz, sizga yana o'xshagan kitoblarni taklif qiladi. Bu tizim Amazonning milliardlab dollarlik savdosini oshirgan.
Coca-Cola esa sun'iy intellekt yordamida yangi ichimlik retseptlarini yaratmoqda. Ular mijozlarning odatini tahlil qiladi va shunga mos yangi ta'm ishlab chiqadi. Netflix foydalanuvchilarni odatlarini o'rganib, sizga yoqishi mumkin bo'lgan filmlar degan tavsiyalar beradi. Shu sababli tomoshabin platformada uzoqroq qoladi. Xorijga emas, O'zbekistonga qaraydigan bo'lsak, ko'plab banklarda mobil ilovalarda sun'iy intellekt chatbotlari joriy qilinmoqda. Endi mijozlar navbat kutmasdan 24 soat xizmatdan foydalanishlari mumkin. Endi oddiy hayotiy misol keltiray. Tasavvur qiling, siz Toshkentdagi kichik kafe egasisiz. Har kuni sizga Instagramda yoki Telegramda savollar keladi. Menyu qanday? Yetkazib berish bormi? Bugun chegirma bormi? Agar sizda sun'iy intellekt chatbot bo'lsa, u avtomatik javob beradi. Lekin bu faqat boshlanishi. Sun'iy intellekt kassaga ulanib, qaysi taom eng ko'p sotilayotganini ko'rsatib beradi. Har hafta avtomatik hisobot chiqaradi. Masalan, bu hafta eng ko'p sotilgan ichimlik latte bo'ldi. Hatto sizning kafengiz uchun ham Instagram postini yozib, surat g'oyalarini taklif qilishi mumkin. Shunda sizning xodimlaringiz mijozlarga bevosita xizmat ko'rsatishga ko'proq vaqt sarflaydi. Sun'iy intellektni o'rganish qiyin emas. Birinchidan, YouTube'da juda ko'p bepul darsliklar mavjud. Ikkinchidan, Coursera va Udemy kabi platformalarda AI for Everyone kurslarini topishingiz mumkin. Uchinchidan, Google va OpenAI bloglari doimo yangiliklarni chiqarib turadi. Eng muhimi bu amaliyot. Siz sun'iy intellektni o'rganishingiz uchun katta loyihalardan boshlashingiz shart emas. Oddiygina ChatGPT yoki Gemini bilan biror matn yozib ko'ring. Kichkina reklama g'oyasini sinab ko'ring yoki Google Sheets bilan integratsiya qilib ko'ring. Ana shunda sun'iy intellekt sizning doimiy yordamchingizga aylanadi. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt bugungi kunda har qanday biznes uchun zarur vosita. U mijozlarga xizmatni tezlashtiradi, marketingni samarali qiladi, jarayonlarni soddalashtiradi. Katta kompaniyalar undan milliardlab foyda olayotgan bo'lsa-da, kichik biznes ham undan foydalanib, o'z ishini yengillashtirishi mumkin. Savol shuki, sizning biznesingiz ham sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanishga tayyormi?